Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Hop, bugungi manzilimiz Karima Yangi Toshmi urologiya markazini shundoq yaqinida joylashgan Sholg'on mahalla deyiladi o'z aslida betlar. Ko'pchilik bilmaydi betlarni. Joyni bilasizlar, Yangi Toshmiga yaqin joy. Bilsanglar, Yangi Toshmida optik magazin bor, o'sha ro'parasidagi ko'cha. Hovlimiz 208 sotixdan iborat, ikkita yonma-yon qurilgan. Prosta yevro remont, yevro dom, juda ideal sifatga katta e'tibor berilgan hovli. Kvadratimiz 400 kvadratdan iborat, 2 qavat plus podval. Shundoq mebel texnikani olib kirasizlar, kirib yashayveradigan hovli. Ko'rib turganinglardek, kirganimizda bitta mashina kiradi, xohlasanglar ikkitadan amallasanglar bo'ladi. Ikkita yashil hududga ega letniy kuxnyamiz bor va hovlini sanuzeli bor. Hop, hovlimizni fasadiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bir joyda 10 yil oldin shu narsa qilingan ekan. Qanday qilgan bo'lsalar, xuddi shunday turganini hisobiga bitta shu ish qildim deyaptilar. Bu narsa fasad ko'pchilik savol beradi ertaga, aniq bilaman. Kafil, bunisi gipsdan qilingan, straventin qilingan. Bunimizda kafildan, fasadimiz 100% kafildan chiqqan joy. Xo'p, podvalimizga ko'chadan ham, uy ichidan ham kirsa bo'ladi. Bir boshqacha bo'lgan ekan. Narxi inshaalloh videoning oxirida bo'ladi. Prosta oxirigacha ham ko'ringlar, afsuslanmaysizlar xudo xolasa. Uy ichida bitta obzor qilamiz. Like va podpiska esdan chiqmasin. Ko'chadan kirish hovlimizni, eshigimiz ko'ryapsizlar, yoniga panoramli oynalar qo'yilgan. Hovlimiz kattagina, bitta divan kresloni qo'yib, televizor qo'yib oladigan joyi. O'zgacha dekoratsiyalar mebelni qilingan, podvalga tushadigan zinamiz bor. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamiz. O'ng qo'limizda oshxona boshlanar ekan. Kattagina lyustralar, hamma narsa tayyor. Xolodilnik, mikrovonovkasi qolgan ekan, mebellarni, gramlarni qo'ysa bo'ldi. Hoffman brendiga gaz plita vitishga hop, plitasini qo'yishgan. Oynani ko'rib turganingizda panoramni hovlini ichkaridan shunday ko'rinishni ko'rsataman. Juda chiroyli bo'lgan. Hop, binoyimiz 400 kvadratdan iborat. Video davomida ko'rsatib ketaveramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin albatta. Ikkinchi xonamiz, zalga o'tamiz. Zalimizda eshigi ikkitalik, katta eshik qilingan, sifatli eshiklar qo'yilgan. Zalda ham ko'ryapsizlar, kattagina, taxminan aytaman 7 ga 5, даже 8 ga 5 bo'lsa kerak. Ko'rib turganingizdek, juda chiroyli va sifatli remontlar qilingan ekan. Xullas kelib ko'rsanglar, buni his qilasizlar deydi. Orqa hovlimizda podvalga oyna qaragan. Hop, bu yotoqxonamiz oynasi, havo olish uchun 2 metrlik hovli qoldirishgan ekan. Uyga kirsanglar shunaqa yoqimli bir nima deydi? Manzarada bo'lmaydi. Dizaynni shunaqa zo'r qilib qo'yishgan ekan. Ikkinchi qavatga chiqish uni zinalarimiz ko'ryapsizlar, juda chiroyli bo'lgan. Hop, chap qo'limizda общий sanuzel, hojatxona. Hop, yuvinadigan rakovina qo'yilgan. Birinchi qavatni yotoqxonasi, ko'proq rodительskiy deymiz. Ko'rib turganingizdek, bu ham. Xullas, uyimiz 100%, har bittasida gapirishim shart emas. Oynalari bo'lib orqa hovliga qaragan, ichida o'zini sanuzeli bor. Qaranglar, jabr chiroyli bo'lgan ekan. Dushovoy kabina, ularni ham juda boshqacha qilib qo'yishgan ekan. Hop, sifatga yarasha pul to'laysizlar. Ortiqcha gap yo'q bu yerda. Hamma ham unaqa zo'r qurilish qilmaydi. Ikkinchi qavatga chiqarish qaranglar, juda chiroyli bo'lgan ekan. Tepaga qandillar, bir boshqachasini yurib qo'yishibdi. Zina juda chiroyli chiqqan ekan. Tikka emas, chiqish ham oson, tushish ham oson. Ular oyoqni og'ritmaydigan. Mana ikkinchi qavatga chiqqanimiz, koridorimizni qaranglar. Yotoqxonalardan iborat. Xudo xolos bitta ko'ramiz. Lekin buni qaranglar, bir zo'r qilingan ekan. Mana chiqqanimizda dekorativniy oyna qilingan. Zo'r, gap yo'q. Hop, o'ng qo'limizdan boshlaylik. Bitta mini zal desak bo'ladi, ikkinchi qavatdagi yoki dam olib o'tiradigan xona desak ham bo'ladi. Sababi pastda katta zalimiz bor. Bu yoqda balkonchamiz bor. Kattagina. Mahallaga prosta super gap yo'q. Hop. Endi bu zalimizdan keyingi xonaga kiramiz. Nega prosta bomba chiroyli chiqqan ekan. Rodительskiy yotoqxona. Kattaligi mo'ljallangan yotoqxona. Zo'r bo'lgan ekan bu ham.
Oynasi oldi hovliga qaragan. O'tirganligi juda chiroyli. Gap yo'q, aytaman. Qaranglar endi bu yerda shunaqa zo'r qilishgan. Hop. Bu yerga bitta shkaf tushadi, bu yerga mini shkaf tushadi. Garderobli bo'ladi kichkinagina. Ichida sanuzilimiz, u oppoq qilib qilingan. Zo'ra. Havas qilganlar, havas qildim deb yozib qo'yinglar. Like unutmanglar. Keyingi xonalarni ko'rib davom etamiz. Ro'parada yana bitta yotoqxona. Bolalarga qilib bersa ham bo'lar ekan. Hamma yog'imiz to'g'ri pol, отдельный registr. Katerning xonalarini ham ko'rasizlar. Jabr zo'r o'zgacha chiqqan ekan. Buni oynasi orqa hovliga qaragan. Hop, bunisi общий санузел. Вау. Просто шикарный. Mana qaranglar. Ana mana. Chiroqlari ham o'zgacha kattagina vanna qo'yilgan ekan. Sifat, faqat sifatga e'tibor berilgan, boshqa narsaga emas. Kvadratura. Ko'pchilik hovli so'raydi, buncha sotuv, buncha sotuv deydi. Sotuv rol o'ynamaydi hovlida, ko'proq shahar ichida ayniqsa kvadratura rol o'ynaydi. Xona rol o'ynaydi. Mana endi bitta yotoqxonamizda. Boshqacha bo'lgan ekan. Shuning uchun har doim kvadratura bilan xonalarning soniga e'tibor beramiz. Endi podval qismini ko'ramiz. Xudo xolisa masalaga narxini aytib o'taman. Alhamdulillah, qaranglar, boshqacha ekan. Super. Endi podvalga tushamiz. Zinamizni hop. Oyoq aytib o'tganimdek tushib chiqishga qiynalmaysizlar. Zo'r qilib qilingan ekan. Podvalimiz. Gap yo'q. To'g'risi podvalga o'zim endi tushganim hisobiga hissiyotlarim boshqacha. Tushganingizda dam oladigan zona, bitta bolalarga o'ynaydigan sport zalini qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqqa bitta kinoteatr qo'yasizlar, divan, kreslo, juda zo'r chiqqan ekan. Bu oynamizni orqa hovlini tepasiga reshetka qilingan. Buni ko'rsatib o'tdim. Zo'r, gap yo'q, просто super. Puliga arziydigan joy, xudo xolisa. Xo'p, endi xonalarni ko'ramiz bitta-bitta. Холодный xona degan bo'ladi yoki nimadir qilib qo'yiladi. Hop. Bitta kattagina xonamiz bor ekan. Voy gap yo'q. Podolni xullas 3 ta atsekka bo'lingan. Bittasi холодный, bittasi mana bu xona, bitta kinoteatr, bitta zal qilib qo'yadigan joy. Холодный xona, katerning xonasi. Katerniga ham отдельный e'tibor qilingan. Aytib o'tganimda faqat sifatiga e'tibor berilgan. Hamma narsani yaxshisini yig'dirgan ekanlar. Baraka topsinlar. Xo'p, aysizlar, podvalga ko'chadan ham tushsa bo'ladi. Yoki uy ichidan ham kirsa bo'ladi. Tashqaridan qurib ekan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, $350,000 startga so'ralyapti. Naqd pul bilan kelsanglar, xudo xolisa kelinishlar degan joyi bor albatta. Kimga shunaqa reklama xizmatlari kerak bo'lsa, tepadagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xo'p, uy ko'raman desanglar, pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik ko'rishguncha xayr.